Salom Joybox obunachilari, Xitoy bozori o'zini kamera fonlari bilan bizni hayron qoldirishda davom etmoqda. Bilasizlar, Xiaomi 17 Ultra o'zini kamera foni bilan juda ham ko'p shov-shuvlarga ega bo'ldi va o'shanga raqobatchi bo'lgan yana bir Xitoyning kompaniyasi Vivo o'zining X300 Pro kamera fonini taqdim etdi. Xo'sh, bu kamera fon Xiaomi bilan to'g'ridan-to'g'ri raqobat qila oladimi va rasmlar olish bo'yicha qanchalik zo'rligini mana shu videoda birgalikda bilib olamiz. Qani ketdik. Bilasizlar, Vivo kompaniyasi smartfon bozorida o'zini anchagina obro'yiga ega va o'tgan yili bizaga X200, X200 Pro hamda X200 Pro mini smartfonni taqdim etgan. Bu yil esa ikki xil modelni taqdim etdi. Vivo X300 Pro hamda Vivo X300 o'zini. Ya'ni X300 o'zi oldingi yilgi X200 mini Pro'ni analogi bo'lib ishlab chiqarildi. Bugun esa biz sizlar bilan aynan mana shu X300 Pro smartfonni birgalikda obzor qilamiz. Xo'sh, rasmga olish jarayonida mana bu kameralar qanchalik zo'r ekan, biza xohlaganday rasmlarni olib bera oladimi va o'sha Xiaomi'ga konkurent bo'la oladimi yo'qmi, birgalikda bilib olamiz. Komplektatsiyadan boshlaydigan bo'lsak, chexolni o'zi alohida mavzu, ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli material sifatida bizga taqdim etilgan. Ichida bizni birinchi bo'lib smartfonni o'zi kutib oladi va uni ichida ko'radigan bo'lsangiz, juda ham sifatga ega bo'lgan chexol bizga qo'shib berilgan. Har doimgidek yo'riqnoma, sim karta uchun slot hamda 90 wattlik tezkor quvvatlagich bizga qo'shib berilgan. Simini ko'radigan bo'lsak, hali ham USB-A ga USB-C, lekin borib menimcha bular ham Type-C ga o'tishi boshlashadi. Hozircha lekin USB-A dan voz kechish niyati yo'q. Smartfon o'zi juda ham chiroyli rangda bizga taqdim etilgan. Rangiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, kofe rangida biz hozir buni obzor qilmoqdamiz. Kamera bloklari joylashuviga e'tibor bering. Mana shunday dumaloq qilib joylashtirilgan. Xiaomi'ni da eslatib yuboradi. Yon ramkalari alyuminiy emas, e'tibor bering, metalldan ishlab chiqarilgan, matviy sifat, qo'lingizda izlari bu yerda umuman qolmaydi va yoqimli. Orqa qismi ham shishadan ishlab chiqarilgan, bu ham matviy, bu yerda ham barmoq izlaringiz umuman qolmaydi. Qo'lingizni ushlab ko'radigan bo'lsangiz, qirralari anchagina dumaloqroq qilib ishlangan, o'shaning uchun qo'lingizga noqulaylik umuman bildirmaydi. Kamera katta bo'lishiga qaramasdan, smartfon juda ham balansli qilib ishlab chiqarilgan. Misol uchun, o'rtasidan ushlaydigan bo'lsangiz, umuman yiqilib ham ketmaydi. Kamerani og'irligi unchalik balansiga xalaqit bermaydigan qilib ishlab chiqarilgan. Smartfonning o'zini qalinligi 799 mm, og'irligi esa 226 gram. IP69 suv va changdan himoyalangan. Korpusi mana bu qismida tugma joylashtirilgan. Bu tezkor komandalarni bajarish uchun tugma hisoblanadi. Bu ikki xil rejimda ishlaydi. Ya'ni bosib turadigan bo'lsangiz, mana bu yerdagi komandalardan bittasini qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yoki ikki marta bosadigan bo'lsangiz va boshqa rejim, ya'ni boshqa ilovalarni ham qo'yib qo'yish imkoniyatingiz mavjud. Smartfonning ekrani LTPO AMOLED 678 dyum adaptiv 120 Hz yangilanish chastotasiga ega. Bu degani 1 Hz dan 120 Hz gacha smartfon yangilanadi. Maksimal yorug'likda 4,5 nitgacha yetadi. Minimal yorug'lik esa 1 nitgacha. Smartfon displeydagi piksellar joylashuvi 452 ppi ga teng. Bu juda ham yaxshi. Qo'shimchasiga displey o'zida barmoq izi skaneri joylashtirilgan. Bu skanerni ko'rinishini bemalol mana bu menyuda ham o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Kamera fonimiz yuragi protsessor bo'yicha gaplashamiz. Bu yerda 3 nanometrli 8 yadroli MediaTek Dimensity 9500 protsessor o'rnatilgan. Bunga ham Snapdragon 8 Elite protsessor o'rnatilmagan, lekin Dimensity'ning juda ham kuchlisi o'rnatilgan va uni bemalol Snapdragonga raqobatchi sifatida ham ko'rsak bo'ladi. Bu protsessor bilan kamera fonimizni AnTuTu benchmark testida 3,5 millionga yaqin ballni qo'lga kiritdi. Qo'limda turgan aynan shu kamera fon 16 gigabaytlik operativ xotira bilan jihozlashtirilgan. Doimiy xotirasi esa 512 GB. Kamera fonimiz Android 16 operatsion tizimiga ega, obalochkasi esa yangi Origin OS 6 dan tashkil topgan. Yangi Origin OS bilan siz bemalol smartfondagi ilovalarni klonировать qilsangiz bo'ladi. Yangi ilovalarni yangi panelga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi va yana yangidan yangi qo'shimcha imkoniyatlari mavjud. Dimensity 9500 protsessor bilan bu smartfonimiz PUBG o'yinini qanaqa FPS da ochadi va PUBG o'yinini o'ynash umuman bu smartfonda qulaymi, noqulaymi? Kelinglar birgalikda shuni bilib olsak. Demak, PUBG o'yiniga kirib oldik. Mana ko'radigan bo'lsangiz, ozgina qotyapti.
Lekin maksimal nastroyka qanaqa qo'yib o'ynasak bo'lar ekan, kelinglar ko'rib boramiz. Nastroykaga kiramiz, grafikaga o'tamiz hamda nastroyka qilamiz o'zimizga grafikani. Xo'sh, bizada maksimumga qo'yish imkoniyati bor ekan. Bemalol grafikani maksimumga qo'yib, частота kadrovda ekstremda o'ynasak bo'lar ekan. Agar plavnoga o'tkazadigan bo'lsak, ultra ekstremda o'ynasak bo'lar ekan. Bilasizlar, bu degani 120 FPS da bemalol o'ynashinglar mumkin degan. Pastda mana nastroyka qilsanglar ham bo'ladi. 110, 120, 115 qilib. Bizning holatda 120 qilib qo'yamiz. Hamda lobbini ham plavnoga o'tkazib, ekstrem plusga o'tkazib qo'yamiz va chiqib ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana juda ham tiniq bo'lib o'yin o'ynalmoqda. Ana endi kelinglar o'yin jarayonida ham bir ko'rsak. Mana ko'radigan bo'lsak, o'yin jarayonida bizga 120 FPS beryapti. Hozir pastga tushgandan keyin ham yana ko'rsataman. Demak, mana ko'radigan bo'lsak, 120 stabil FPS da bu PUBG o'yinini bu smartfonda o'ynasak bo'lar ekan. X300 Pro'da 6510 mAh ga teng bo'lgan akkumulyator o'rnatilgan. Bilasizlar, komplektida 90 vatli tezkor quvvatlarga chiqadi. Bu degani smartfonimizda 90 vatda tezkor quvvat ola oladi degan, hamda simsiz 40 vatda bemalol quvvat olish imkoniyatiga ega. Smartfonimizning akkumulyatori kremniy uglevodli va 4-avlodga tegishli hamda ishlab chiqaruvchi tarafidan 5 yilgacha kafolat beriladi. Bu smartfonimizda qo'shimchasiga reversiv quvvat berish imkoniyati ham mavjud. Bemalol boshqa qurilmalarga quvvat bersangiz bo'ladi hamda обходная zaryadka ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi funksiyani, ya'ni o'yin o'ynayotganingizda umuman akkumulyatorga zarar yetkazmasdan protsessorga to'g'ridan-to'g'ri tok berib, o'yinlarni juda ham ko'p davomiy o'ynashingizga xizmat qiladi. Smartfonimizda 1 soat davomida 100% quvvat bilan qanday vazifalarni bajarsangiz, necha foiz quvvat ketadi, kelinglar shuni ko'rib chiqsak. Agarda YouTube videolarini ko'radigan bo'lsangiz, 1 soat davomida atigi 5% gina o'z quvvatini yo'qotadi. Navigator ishlatadigan bo'lsangiz, 10% quvvatini yo'qotar ekan. Instagram ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradigan bo'lsangiz, 7% o'zining quvvatini yo'qotadi. Hamda PUBG o'yinini 1 soat davomida o'ynasangiz, 15%, 17% o'z quvvatini yo'qotar ekan. To'g'risini aytgan akkumulyator juda ham kuchli, bemalol 1,5 kun davomida oddiygina holatda ishlatganingizda sizga yetib berishi aniq. Ana endi umuman bu obzorni qilishga sabab bo'lgan narsa kamerasi bo'yicha gaplashamiz. Asosiy kameramiz 50 megapiksel, teleskopik kameramiz 200 megapiksel, ultra keng burchakli kameramiz esa 50 megapiksel. Bu kamera fonda VS hamda V3 Plus degan chiplar o'rnatilgan. Ular rasmdagi detallarni juda ham yorqin, ularni juda ham sifatga ega bo'lgan va hayotiy qilib chiqarib berishga xizmat qiladi. Buni teleskopik hamda asosiy kamerasi optik stabilizatsiyaga ega. Bemalol siz video lavhalarni 4K 120 FPS da video lavhalarga olishingiz mumkin. Tasavvur qiling, 120 FPS da. Hattoki 8K videolarni 30 kadr sekundda video lavhaga olish imkoniyatingiz ham mavjud. Kameradagi qo'shimchalardan siz bemalol log formatda videolarni olib turib, kompyuter yoki boshqa dasturlar orqali ularni bo'yashingiz mumkin bo'ladi. Yoki lutlarni bemalol yozib olib, mana shu lut orqali to'g'ridan-to'g'ri video lavhalarni yoki foto lavhalarni olish imkoniyatingiz mavjud. Yana bir zo'r jihati, siz bemalol bu smartfonga o'zini maxsus obyektivini qo'shib turib, juda ham sifatga ega bo'lgan video va foto lavhalarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xulosaga keladigan bo'lsak, Xiaomi'ning 17 Ultrasiga to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi bo'ladigan kamera fonni bizga Vivo kompaniyasi taqdim etibdi. Juda ham sifatga ega bo'lgan rasmlar, katta sifatga ega bo'lgan videolar, ya'ni 120 kadr sekundda olish imkoniyati bu smartfonni juda ham kuchliligini bildiradi. Bu yerda faqatgina
kamerani kuchi emas, balki protsessorning ham kuchi kerak bo'ladi. Ko'rdingiz, Snapdragon ishlatmasdan MediaTek protsessorini ishlatishgan, lekin shunga ham qaramasdan u protsessor ham juda ham kuchli, o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Qo'shimchasiga o'sha qo'shimcha aksessuarlarni xarid qiladigan bo'lsangiz, to'laqonli deyarli kamera bo'lib xizmat qiladi. Lekin kamerani o'rnini bosishi hali ham juda ham qiyin, chunki bu smartfon, boshqa vazifalarni ham bajarish kerak. O'shaning uchun agarda ham smartfon, ham kamera bittada yoningizda bo'lishini xohlasangiz, aynan Vivo smartfoni juda ham zo'r xarid qilish uchun variant bo'ladi. Kamera fon bo'yicha obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha